Voy maşallah. Joningdan. Lightni bosib qo'yadigan jo'ydi mash. Ostini qarang aka-ukalar. Bo'ladigan narsa boshidan ma'lum dedi-yu, ha? Ha, joning sog'. Assalomu alaykum Rustomjon kanalining ashaddiy obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari va gibrid ishqibozlari. Aka-ukalar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on Saroy qishlog'idamiz. Xudo xolasa, sizlar uchun sozgina lekin ko'p tonnini bosadigan chorvalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hammasi o'naji aka-ukalar. Eng qizig'i, sigir yo'nalishida layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Xudo xolasa, ma'noli, mazmunli videorolik qilib beramiz. 28-aprel 2026-yil. Layklarni bosing, bir dona layk bosing, xudo xolasa hammamizga eng yaxshi chorvalar nasib qilaversin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'njon, qalaysiz? Bajarasizmi? Charchamas. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar hazırlan yaxshimi? So'njon obunachilarimizga 4 dona molimiz bor, xudo xolasa. Ozgina. Sozgina. Biz asl 6 ta qo'ymoqchi edik, ikkitasi ketib qoldi. Sonra molga so'rab kelishgan ekan. Gap yo'q. Yema ochmoqlasini o'tdim aka. So'njon yema ochmoqlar, xudo xolasa zo'r mollarni. Uyoltirmaydi, xudo xolasa. Yana bir hafta sinab olishaveradi. Bo'lmasa yo'q, xudo xolasa. Dastlabkilar xudo xolasa Toshkentgacha qilib beramiz. Besplatna Toshkentgacha bizni bo'ynimizga, xudo xolasa. Undan uyog'iga ham qilib beraverasizmi, mabodo? Agar kelishib qolsak, xudo xolasa uyog'iga ham qilib beramiz dastlabki. Gap yo'q. Mabodo aytilgan narxingni olaveraman, siz Samarqandga ketaveradimi? Qilib beramiz Samarqandga. Gap yo'q. Aka-ukalar, narxda bo'lsa qilib beramiz. Ketdik, boshlayverdik. Qaysi tomondan boshlaymiz? So'njon birinchi kattadan boshlab beraylik. Ketdik. Kattasidan zo'ridan aka-ukalar. Ozgina boqib, buqaga qo'yadigan variant, ha? Shunday so'njon. Ha, joning sog' bo'lsin. Nima deymiz buni? Baquvvatroqda so'njon. Mashalloh. Joning sog' bo'lsin. Layklarni bosing, aka-ukalar, mana turishini qarang. Ha, joningni. Oldi o'ngan, o'ta kuchli ekan molda, oldi. So'njon mol xudo xolasa, hamma yeri kuchli, xudo xolasa uyog'irmaydi borgandan keyin. Sirib bo'lsin. Badanam bor ekan molda, bor. Mashalloh. Qo'ying. Ha. Ashi yurishida aka-ukalar, ostini ham ko'rsatib qo'yamiz, mana. Yanacha tortingda. Mana. Layklarni bosing degan joyda mana shu bo'ladi. Bo'y basilar necha aka? Biri 23 ga yo'qdi bo'yi. Biri 23. Biri 20 ga beraylik. Bor ana 20 ga bering. Biri 20 ga olsin. Aha, mol baquvvat ekan. Olsin, mazaqsin so'njon. Kindigini ham ko'ryapsiz aka-ukalar. Tuyog'ini ko'ryapsiz. Ashaki mol so'njon. Aha. Ko'rinib turibdi o'zi. Realniga. O'zim mol o'zim minchi maqtamaylar, o'zini o'zi maqtaversin. Shunday tursin-da. Voy mashalloh. Joningdan. Laykni bosib qo'yadigan joyda mash. Nima deymiz aka? Narxi. Ustomjon, yaqin qilib kelishtirib so'rab qo'ying. Bizga ham 30 milliondan ketgan buni savdo qilayotganmiz. Siz 30 million demasiz. Yo'q, biz 30 million. Biz 27 ta ham aytmaymiz, Ustomjon. Chiroyli. Yengil narx aytamiz, yengil sotamiz, Ustomjon, xudo xolasa. Voy, 25 million narx aytaman, Ustomjon. 25 million. 25 million so'm xayri kamilchilik qilib beraman obunachilarga. Bitta bonus qiling aka. 25 million demang. Qani, qo'lda beringchi. Balki qo'lda o'sha Ustomjon 200 ming o'tib beraman obunachilarga. Bana 300 ming dingchi. Parana 400 ming o'tib. Yo'q, aka-ukalar. Mana 400 ming o'tildi. Mashalloh. Lekin mol arziydi, kelajagi bor, ertasi bor. Olsin, maza qilsin Ustomjon olmasa. Tamam. Ketdi. Bu birinchisi. Bu birinchisi Ustomjon. Xo'p. Yana kami bor, savdosi bor. Ustomjon o'tib beraman emas. Xudo xolasa kamini ham choyliq beraman obunachilarga. Gap yo'q. Olsin, maza qilsin molni. Ozmoz o'tib beramanmi? Ko'pgina o'tib beraman deyaptilar. Ketdi, navbatdagilar. Ustomjon bitta mana bu ola qorodamiz bor. Aha. Ola qora ishqibozlariga. Bugun bayram kiri. Voy, voy jonim sog'ligim. Bo'ylarni biri 10 ga olishaveradi. Aha. Biri 10. Mana, aka-ukalar, turishini qarang. Buzaymisan, buzaydi, haqiqiy. Mana, mana shu turishida ostini ham, qarang. Voy joning sog'ligim. Hozirdan shunchalik, ha? Nima deymiz aka? Bo'y bastilar 1.10. Hali go'day narsa. Ustomjon 15 yarim yo'q-da. Yaqin qilib, chiroyli qilib. 14 yarim berishadi, xayri kamini sharli qilib beraman Ustomjon. Aka, bitta bonus qiling. 14 yarim. Ustomjon bunday gap. 14 million 300 ming berishadi, xudo xolasa ucholasini orqada chirilib yana o'tib beradi. Gapirib beraman. 200 mingning-chi? Yo'q. Ana aka-ukalar. 14 million 200 ming. 14 million 200 ming olsin, mana olsin molni. Mana aka-ukalar molni kelajak.
Mana. Machi gapirib turibdi. Xo'p, navbatdagilar. Gibrid shekilli. Ha, medatda gibrid bor. Mashalloh, mo'g'ay. Qarab. Mana qarang. Akana buzaylar emas, aka-ukalar bular. Ayda-bayda yo'g'idan deydi, xuddi shunaqasidan ekan o'zi ham. Mana. Ajjoning hisobi bu. Ana istagan Mana. maza qilib boqaman degan aka-ukalar. Gibrid qog'ozlariga aka-ukalar bo'y bostiradi nechi? Ustamjon, biri 12 ga, biri 10 ga olib olsin buni. Biri 12 chiqyapti, biri 10 ga beriladi aka-ukalar. Mana. Zo'rini boqaman degan. Oldi, orqa korobka hamma tomoni ideal. Ustamjon, Bu deymiz aka, kimdagi ham bosh keladi? bor, kimdagi ustamjon. Mol chakana olmas, xudo xolasa olmasdan o'zlari ham bilishadi. Ustamjon, bunga 15 million narx aytaman bunga. 15 million so'm. Kami bor. Ya, kelishtiring. Ustamjon bunday gap. Ha. 14 million 500 ming berishadi, obunachilarga qoni sharliq o'tib beraman. Barakasini bersin. Aka-ukalar 14,5 million so'm ketdi. Hozir Firmino narsalar aka-ukalar. Firmino'da ham ko'tayib qo'yadi. Qo'pol qilib gapirganda-da. 22 yillik olib qolar raqam. Eslab qoling, gibrid. Xo'p, navbatdagilar. Aha. Mana. Ish qog'ozlariga. To'g'olmi? Yo'q, shoxi bor ustimda. Bora. Yo'q, to'g'ol ekan. To'g'olmi? To'g'ol ekan. Original to'g'ol variantida. To'g'ol. Aka-ukalar. Mana. To'g'ol ekan. Bo'ylari Ustamjon, biri 8 ga yapti, biri 5 plyusga olsin. biri 5 plyusga ketdi. Biri 8 ga. Mashinaga bitta yetalab qo'ying. Bizaydi orqa korobkasini ko'raylik. Mana. Aka-ukalar, mana. Endi aslida ushlab turing. Bitta ostini ham ko'rsatib qo'ying. Mana, ostini. Yaxshi. Ustamjon, chakana bolalar emas, xudo xolasa bolalar emas. Nech pul aytamiz aka? Ustamjon 14 million berishadi. 14 million. Kami bor. Kami bor. Qani, chiroyli qilib. 200 ming kam berishsin. Yo'q, ha. Mana buni 13 million 500 ming so'mga. Gap yo'q. Aka-ukalar, Ustamjon mana. 13 million 500 ming so'm yana savdosi bor. Olsin, mazaqsin. Aka, bir joyga to'rttasini oldim deganga foydalanishga ham beraverasizmi? 3 tasini aytib beraman, ustamjon. Uchalasini? Mana shu ish olsin, bir joyga aytib beraman. Kichkinalar-da. Mana. Nech pul? Hisobinizda 13,5 million so'm oldin hayga o'tib beraman. 14 million 500 ming so'm. Hop, 14 million 200 ming so'm. hop. Narxni har qanday chiqarib olashaversa olmaslar. Mana buni uchalasini bir joyga oldim deysiz 14 million so'mdan yengil barakasini ana bir joyga olsin, maza qilsin olmaslar. Aka-ukalar 14 million so'mdan bir joyga oling, xudo xolasa savdosi bor, yana telefon qilib savdolashasiz. Molni yelkasi ham bir qarich. Like-ni bosib aloqaga chiqib olasizlar. Namangan, To'raqo'rg'on, Qatag'on saroyda bo'ldik. Obunachilarga kiringiz. Ustamjon obunachilaringizga ustamjonga obuna bo'lib, like-ni bosib qo'llab-quvvatlabsiz, mollar narxini yana ham yengillatib beramiz. Gap yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Rustomjon uz kanalidan uzoqlashmang, obuna bo'lishni unutmang.